Bu o'zbek bokschisini Oq Tayson deb atashgan. Uni zarbalari shu qadar dahshatliki, raqiblari uni shunchaki to'xtata olishmaydi. U butun faoliyati davomida faqat gigantlar bilan jang qilgan va ularni yengib chiqqan. U O'zbekiston tarixidagi eng ko'p unvon olgan bokschi. Ruslan Chagayev o'z karyerasidagi eng yaxshi jangini Rossiya boks afsonasi Nikolay Valyevga qarshi kechgan jangi hisoblanadi. Bo'y va vazn borasida ancha o'rta qolayotganiga qaramay, Chagayev 2 metrli rus gigantiga qarshi jangga chiqishdan cho'chimadi. Dastlabki raunddayoq ma'lum bo'ldiki, Ruslanning tezligi Valyev uchun muammo tug'diradi. Chagayev zo'r harakatda bo'lib, ringga xuddi chigirtkadek harakat qilardi. U raqibiga yaqinlashib zarba berib, so'ng esa xavfsiz masofaga qaytardi. Valyevning holati tobora yomonlashib borardi. Uni trenerining sabr kosasi ham to'ldi. U baland ovozda qichqirib, Kolya Valyevni oldinga harakat qilishga undardi. Ammo bu ham yordam bermadi. Valyev birin-ketin epizodlarda mag'lub bo'ldi. O'zbekiston boksi uchun bu g'alaba tarixga oltin harflar bilan yozilgan. Do'stlar, kanalimizda Chagayevning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.